Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan yana Aziz. Bugun hech narsani obzor qilmaymiz, ya'ni hech qanaqa unpacking qilmaymiz. Ya'ni yangi iPhone chiqyapti. Ya'ni iPhone 17 Air. Siz esa videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Internetda juda ham tarqalib ketyapti. Ya'ni yangi chiqadigan iPhone 17 Air. Mana shu to'g'risida bugun gaplashamiz. Uni xususiyatlari, uni xarakteristikalari qanaqa bo'ladi, tashqi dizayni qanaqa bo'ladi uni. Juda ham ingichka bo'ladi. Nima uchun Air chiqyapti va uni narxi necha pul bo'ladi va uni sotib olishga arziydimi yoki yo'qmi? Shu to'g'risida bugun gaplashamiz. Mana bu iPhone 16 Pro Max, qalinligi esa 825 mm. Mana bu esa yangi chiqadigan iPhone 17 Air, 505 mm qalinligi, juda ham ingichka. Tushunasizlarmi? Buni o'ziga yarasha plyuslari ham bor, minuslari ham bor. Ya'ni yupqaligini aytmoqchiman va video davomida sekin-sekin bu narsalarni sizlarga aytib boraman. 17 Air siz sotib olib ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, iPhone 6 ni eslatib yuboradi. iPhone 6 ni ham qalinligi esa 505 или 5-6 mm bo'lgan, adashmasam. O'zi Air so'zi yengil va qulay tushunchani bildiradi. MacBooklarda ham ikki xil variant bor. O'zingizlar ham bilasizlar, Pro bor va Air bor. Air dasturchilar uchun, Pro esa professionallar uchun. Air dasturchilar maza qilib ishlatishadi, chunki ofisga bemalol olib ketisha oladi, noqulay tug'dirmaydi, yengil bo'ladi, ingichka bo'ladi va og'ir ham bo'lmaydi. iPhone 17 seriyasida ham xuddi shunday bo'ladi. 17 ya'ni 17 Air Pro Max ga qaraganda, ya'ni iPhone 17 Pro Max ga qaraganda ham ingichka bo'ladi, ham juda ham qo'lga komfortli, juda ham udobniy bo'ladi va yengil bo'ladi va sizga noqulay tug'dirmaydi. Nima uchun o'zi Air chiqyapti? Men o'zimning xulosamni va fikrimni aytaman. iPhone 12 seriyadan boshlab 4 ta pokoleniya iPhone chiqyapti, to'g'rimi? 12 mini, 12 nozi, 12 Pro va 12 Pro Max. 13 da ham xuddi shunaqa bo'ldi, faqatgina 14 seriyadan o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni minini olib tashlashdi, ya'ni sotuvi yomon bo'lganligi uchun 12 mini lekin juda ham sotuvi yaxshi bo'ldi, ommalashib ketdi. Lekin 13 mini seriyasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilikni qo'lida ham, misol shaxsan men o'zim ham 13 minini ishlab yurganlarni ko'rganim yo'q, lekin 12 mini haligacha ishlatayotgan insonlar bor. 13 mini juda ham kam sotilganligi uchun deb o'ylayman. Minini olib tashlashdi, ya'ni plus qilishdi, ya'ni xuddi 14 bilan bir xil, faqatgina razmeriga va uni razmeri 6.7 dyuym bo'lib chiqdi va batareykasi hajmi kattaroq bo'lganligi uchun plus qilib yuborishdi. 14 plus, 15 plus va 16 plus chiqazishdi. Lekin hozirgi kunga kelib pluslarning sotuvi juda ham yomon. Ya'ni iPhone ni o'zini sotib olishyapti. Misol uchun 16 ni o'zini sotib olishyapti, lekin 16 Plus'ni sotib olishmayapti. 15 ni ham xuddi shunaqa bo'ldi, 14 ni ham xuddi shunaqa bo'ldi. Hech kimning qo'lida shaxsan men o'zim ko'chada yoki bozorda Plus versiyasini sotayotgan, ya'ni Plus modelini sotayotgan umuman ko'rganim yo'q va uni statistik ma'lumotlarga qaraganda ham Plus sotilishi juda ham pasayib ketgan, deyarli sotilmayapti ham desa ham bo'ladi. Lekin sotuvda bor, talab yo'q. Faqatgina o'zi va Pro Max ga sotuv juda ham zo'r. Faqatgina 3 ta pokoleniyaga zo'r bo'lib qolgan. Nimaga Air chiqarishyapti? Ya'ni bu yil iPhone 17 Air chiqadi. Plus versiyasini chiqazishmaydi, ya'ni Plus modelini chiqazishmaydi, chunki sotuvi yomon bo'lganligi uchun uni o'rniga Air chiqazishyapti. U Air so'zi Apple mahsulotini ishlatadiganlar uchun yengil emas, uni bilishadi Air qanaqa bo'lishini. Ya'ni nima demoqchiman? MacBook Air dan ham taqqoslab olsa ham bo'ladi. Ya'ni MacBook Pro bilan MacBook Air farqi ingichkaligida. U ham MacBook, ya'ni iPhone 17 Air juda ham ingichka bo'ladi. Ya'ni sotuvi oshirish maqsadida qilinayotgan bu ishlar, ya'ni Apple tomonidan. iPhone 17 Air tashqi ko'rinishi, tashqi dizayni juda ham chiroyli. Mana o'zingizlar videoda ko'rishingiz mumkin. Menga juda ham yoqib ketyapti. Ya'ni uni kattaligi, razmeri 6.9 dyuym bo'lmaydi. Tushunasizlarmi? Ya'ni mana iPhone 16 Pro Max ekran dyuymi 6.9 dyuym. iPhone 15 Pro Max ga esa 6.7 dyuym edi. 15 Pro Max dan keyin 16 Pro Max ga o'tganimdan keyin iPhone 15 Pro Max qo'limga kichkina bo'lib tuyulyapti, ushlab ko'rsam. Ma'mi lekin juda ham katta. Bunga qaraganda, ya'ni iPhone 17 Air esa ekran dyuymi 6.6 yoki 6.7 dyuym bo'lar ekan. Ya'ni bu kichkina ham emas hisoblanadi, katta ham hisoblanmaydi. Mana bu esa uje 6.9 dyuym, uje mini planshet desa ham bo'ladi. Kichkina planshet desa ham bo'ladi. Juda ham kattalik qilyapti qo'lga, to'g'risini aytaman. Lekin 17 Air, lekin uje men fikrimdan uje ancha qaytib qolman. iPhone 17 Pro Max
sotolmasdan iPhone 17R sotsam kerak deb o'ylayapman. O'zim ham o'shani mo'ljallayapman. Endi iPhone 17R ranglariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek 4 xil rangdan iborat bo'ladi. Och yashil bo'ladi, purple rang bo'ladi, Starlight rangi bo'ladi, ya'ni Apple Watch'dan rangida ham bo'ladi va qora rangi bo'ladi. Balkim qanaqadir eksklyuziv rangi chiqib qolishi ham mumkin. Qanaqadir jigarrang, och jigarrang, to'qroq jigarrang chiqib qolishi ham mumkin. Bilib bo'lmaydi, lekin hozircha mana shu 4 ta rangini hozir taxmin qilib ko'rishyapti. Mana shu ranglarga juda ham yaqin. Lekin menga ko'proq qora rangi bilan Starlight rangi yoqyapti. Chem och yashilga qaraganda va purple rangiga qaraganda mana shu ikkita rangi ajralib turibdi. Chunki esingizda bo'lsa iPhone 16 ham menga oq rangi juda ham yoqib ketyapti chiqmasdan oldin va chiqib bo'lgandan keyin va qo'limga tushgandan keyin va uni ochib va obzor qilganimdan keyin menga naborot oq rangiga qaraganda qora rangi juda ham yoqgan edi. Mana shunda ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Ko'ramizda. iPhone 17R minuslariga keladigan bo'lsak, men boya aytdim-ku, 5.5 mm bo'ladi. Ya'ni telefonning qalinligi bu juda ham ingichka bo'ladi dedim-ku. Minuslariga keladigan bo'lsak, eng katta minusi, ya'ni uni batareykasi. Telefonning qalinligi ingichka bo'lganligi uchun ham batareyka ham kichikaytiriladi. Ya'ni uni batareyka amperi 3.5 mingdan 3800 amperlik batareyka qo'yishadi. Men ham hozir taxmin qilyapman. 4000 dan baland bo'lmaydi. Ikkinchi minuslariga keladigan bo'lsak, unga GSM oddiy sim karta taqa olmaysiz. Ya'ni sim karta sloti bo'lmaydi. Qanaqa region bo'lishidan qat'iy nazar, xoh LLA bo'lsin, xoh ZIPA bo'lsin, xoh ZA bo'lsin, farqi yo'q. Umuman sim karta qo'yadigan joyi bo'lmaydi. Faqatgina u eSIMda ishlaydi. Lekin eSIM hozirgi kunda muammo emas deb o'ylayman. Ko'pchilik eSIMga o'tyapti hozirgi kunda. Uchinchi minusi, buni kamerasi bitta dona bo'ladi, asosiy kamerasi bo'ladi, ultra keng qamrovli kamerasi bo'lmaydi, ya'ni shekugonni kamerasi bo'lmaydi, 0.5x bo'lmaydi, faqatgina 1x va 2x optический zoom bo'ladi. Va videoda o'sha 4K 60 ta kadrda videoga tushira olasiz, lekin 0.5x bo'lmaydi. Xuddi bu yil chiqqan, yaqinda chiqqan iPhone 16 ga o'xshaydi kamerasi. Endi plyuslariga keladigan bo'lsak, iPhone 17R, ya'ni ingichkaligi juda ham ko'pchiligiga yoqadi. Buni dizayni, mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, rasmlarini va videolarini juda ham ko'pchilik yoqadi. Shaxsan men o'zimga ham yoqyapti hozirgi kunda. Hali chiqmasdan turib mana konspektlar chiqyapti va har xil internet saytlarda har xil rasmlar tarqalyapti, maketlar tarqalyapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, menga lekin juda ham yoqib boryapti. Va o'zimga ham ingichka smartfon juda ham yoqadi. Shaxsan men o'zim ham 16 Pro Max qalin bo'lishiga qaramasdan, qalin emas, 825 mm dedim-ku boya. Ingichka chexol taqib olganman. Qalin chexol yoqmaydi. Noqulay birinchidan va ikkinchidan telefon og'irlashib ketadi. Og'ir smartfonlar menga yoqmaydi. Yengil bo'lgan va ingichka bo'lgan smartfon yoqadi. Menimcha boshqa insonlarga ham shunaqa smartfon yoqsa kerak deb o'ylayman. Buni ikkinchi plyusi, ekrani 120 Hz da ishlaydi. Mana eng juda ham katta plyuslardan bittasi. Ya'ni hamma o'rganib qolgan Pro bo'lmasa, buni ekrani 60 Hz da ishlaydi deb. Lekin bu iPhone 17R da ekranini 120 Hz qilishmoqchi. Bu juda ham yaxshi va Always On funksiyasi ham bo'ladi. Va buni uchinchi plyusi Apple Intelligence, ya'ni sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydi. Agarda sizni qo'lingizda iPhone 15 Pro va iPhone 15 Pro Max yoki iPhone 16 yoki 16 Pro Max bo'ladigan bo'lsa, haligacha siz sun'iy intellekt ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz, ya'ni Apple Intelligence haligacha yoqolmayotgan bo'lsangiz, mana havola qoldiraman. Apple Intelligence, ya'ni sun'iy intellektni qanday qilib yoqishi o'sha videoda men hammasini ko'rsatib berganman. O'tib ko'ringlar. iPhone 17R tashqi ko'rinishlari juda ham chiroyli-ku, qo'lga juda ham kompaktni, juda ham komfort dedim va juda ham ingichka dedim-ku. Lekin degan joyi ham bor. Ya'ni buni yo ramkalari titan bo'lmaydi, xuddi Pro kabi titan bo'lmaydi. Arzonroq material ishlatishadi. Ya'ni alyumin bo'ladi, ya'ni metallический bo'ladi, lekin orqa tomoni shisha bo'ladi, stiklo bo'ladi. Va kamera joylashuvini ko'rayotgan bo'lsanglar ham Google Pixeldan shunday kopiya qilib, shunday pastga qilib qo'yishgan. Ya'ni Google Pixel telefondan ko'chirib qo'yishgan. Lekin bitta dona kamera bo'ladi, boya aytgan 0.5x bo'lmaydi dedim. Lekin buni asosiy kamerasi 48 megapiksel bo'ladi va oldidagi frontalniy kamerasi, selfie kamerasi u 24 megapiksel bo'lar ekan. Endi Air operativ xotirasiga keladigan bo'lsak, 12 GB bo'ladi. Faqatgina Airda emas, 17 o'zida ham, 17 Pro da ham va iPhone 17 Pro Max da ham 8 GB dan voz kechiladi. 12 GB operativ xotira joylashtiriladi va iPhone 17 ning o'zida 512 GB gacha bo'ladi, ya'ni ichki xotirasi. Lekin Airda esa 1 TB gacha bo'ladi. 128 talikdan yoki 256 talikdan 1 TB gacha bo'ladi. 17 Pro da ham, Pro Max da ham 1 TB gacha bo'ladi, faqatgina 256 talikdan boshlanadi. Agarda 17 Pro ning o'zida 128 talikdan olib tashlamasa, lekin 256 dan boshlanadi deb o'ylayman.
17R protsessori iPhone 17 Pro, Pro Max bilan bir xil bo'lmaydi protsessori. Ya'ni 17 Pro, 17 Pro Max'larga Pro chip qo'yilsa, A19 Bionic Pro chip qo'yilsa, bunga esa A19 Bionic chip o'zini qo'yib qo'yishadi. Lekin boya aytganimdek, sun'iy intellekti, ya'ni Apple Intelligence u ham bu ham qo'llab-quvvatlayveradi. Buni farqi asosiy ishlash tezligida bo'ladi, lekin bunaqa sezilarli darajada bu narsani sezmaysiz. Faqatgina kattaroq o'yinlar o'ynasangiz, o'shanda siz sezishingiz mumkin. iPhone 17R sredniy klassdagi smartfon bo'ladi, ya'ni Pro Max ga qaraganda arzonroq bo'ladi va iPhone 17 ga qaraganda sal ozgina qimmatroq bo'ladi, lekin xarakteristikalari yomon emas. Lekin menga yoqmayotgan joyi kamerasi bitta dona bo'lishi, ya'ni ultra keng qamrovli kamerasi yo'qligi, ya'ni 05X menga yo'qligi yoqmayapti. Chunki menga kontent kerak, video juda ham kerak. 05X suvda, havoda menga kerak. O'sha tomoni menga yoqmayapti. Chunki 16Y da ham 05X qilishmadi, ya'ni bitta kamera chiqazib qo'yishdi, faqatgina 1X va 2X qilib qo'yishdi, optik zoom qilib qo'yishdi. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi deb o'ylayman, chunki bitta dona kamera turibdi-da hozircha. Balkim ikkita kamera qilishi ham mumkin. Lekin buni ekranlari, ya'ni ekran dyumi 6.6, 6.7 dyum bo'ladi-ku. Juda ham komfortli, qo'lga juda ham zo'r, tashqi ko'rinishlari, dizaynlar juda ham menga yoqyapti va buni ingichkaligi 5 mm bo'lganligi, ya'ni bunga chexol taqsangiz ham qalin bo'lib ketmaydi. Nari borsa 6 mm bo'lar, lekin bu darajada bo'lmaydi-da, baribir ancha ingichka bo'ladi va yengil ham bo'ladi. Mana shu tomoni menga juda ham yoqyapti, lekin birinchi bo'lib sotib olmayman, chunki kimdir sotib olgandan keyin ko'raman, qo'lim ushlab ko'raman, yo'qsa keyin sotib olishim mumkin. Siz sotib olarmisiz yoki yo'qmi iPhone 17R? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va narxiga keladigan bo'lsak, narxi $900 bo'ladi deb o'ylayman, chunki 16 Plus o'rniga bu 17R o'tiradi, $900 bo'ladi. Prolar esa o'sha har doimdek $1000, $1200, $1100 atrofida bo'ladi. Bu $1000 ga bormaydi deb o'ylayman iPhone 17R. Lekin men birinchi bo'lib sotib olmayman, boya aytgandek. Kimdir sotib olishini kutaman, qo'lim ushlab ko'raman, yoqsa keyin sotib olishim mumkin. Agarda yoqmasa 17 Pro yoki 17 Pro Max olganim menga ancha yaxshi, chunki ancha komfort beradi. Ya'ni asosiy menga kamerasi kerak bo'lganligi uchun aytayapman. Hatta tashqi ko'rinishi, dizayni, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa gaplar iPhone 17R to'g'risida, ya'ni yangi chiqadigan iPhone 17R to'g'risida rolik ishladim. Rolik yoqqan bo'lsa sizdan bitta like va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi roliklargacha sizlar bilan yana aziz bo'laman.